Qizi tuppa-tuzuk eri bilan yashab turganda qizini eridan har xil narsalar qilib sovutib, miyasini buzib, eringni qayirib olsang unday bo'ladi, eringni qayirib olsang bunday bo'ladi deb oilasini buzib, bolalarini yetim qilib, hammaga karillab, qizimni o'zim boqib olaman deydigan ayrim ota-onalar qo'sh tirnoq ichidagi. Qalay bo'lyapti qizingizning hayot? Ha? Kuyov bolaga, quda taraflarga o'zimiz boqib olamiz, o'zimiz kuchimiz yetadi deb karillab, bir hafta o'tmasdan alimentga topshirib, keyin qizingiz uyingizga sig'may qoldimi? Ha? Qizni Dubayga jo'natib yuborib, ha? Turkiyaga jo'natib yuborib, Rossiyaga jo'natib yuborib, viloyatda bo'lsa Toshkentga jo'natib yuborib ishlashga. Qiz yoqda yuribdi har kimni tagida. Bir hafta unisini tagida, bir hafta bunisini tagida, bir kun unisini tagida, bir kun bunisini tagida. O'zingizlarcha zo'r ish qildinglar-da endi. Qizimiz hozir baxtli deb o'ylaysizlar-da. Молодец lekin. O'shanaqa otalarga meni savolim-da. O'sha boqib olaman deb jirillagan paytlaring hech o'ylab ko'rganmisizlar? U rizqini mayli beraveradi. Siz uyingizda yursa ham beradi. Qizingiz rizqini. Erini uyida yursa ham beradi. U ochdan o'lmaydi. Itak u. Mayli, qorin to'yg'izarsiz. Lekin har kuni erini yonida yeb turgan kolbasachi. Ha? Qizinglarni ajratib olayotganda shuni o'yladinglarmi? Siz xotiningiz bilan 40 dan 50 dan o'tib o'ldim deganda haftada bir marta yotasiz. Xotiningiz xohlaydi, siz xohlaysiz. Qizingizni ajratib olganda o'ylamadingizmi shog'ini? Oka? Kenayi? Nima sizlarda bor nafs qizlaringda yo'qmidi? Ha? O'sha qizlaring bo'lar bo'lmasga xafa bo'lib har kuni telefon qilib dod voy solgani bilan, erini, qaynonatasini yomonlagani bilan, kechasi bilan eri bilan yotar edi shu xotin qizingiz. Bir-birini nafsini qondirar edi. Kuni bo'yi jirillab, g'ijillashib urishsa ham kechasi birga yotar edi. Har kuni yeb turgan kolbasasi bor edi qizingizni. Siz ajratib olganingizda o'sha narsani o'ylamadingizmi? Ha? Bir oy yurar, 2 oy yurar, qizingiz 3 oy yurar, ersiz. Keyinchi erini o'rnini kim bosadi? Siz otasi bosasizmi erini o'rnini? Kolbasa berasizmi qizingizga? Yo aka-ukasi beradimi? O'g'illaringiz. Yo qo'shniga qo'shasizmi? Hammasidan ham qizig'i shu darajaga yetish uchun qanaqa aql bo'lish kerak, men tushunmayman. Erkak kishi yaxshigina yashab turgan qizini ajratib olish uchun qanaqa aql bo'lish kerak? Kallani ishlatasizlarmi ozgina bo'lsa ham? Yo or-nomus, g'urur degan narsalarni o'sha qizingizni ajratib olishga uyingizdan chopib chiqib ketgan paytingiz, ishtonni yechganda yechib tashlab ketganmisiz hamma narsani? Ertaga dayus bo'lib qolaman deb o'ylamaganmisiz? Qizim ko'chaga chiqib ketadi. Eri bo'lmasa boshqani tagida yotib qo'yadi, bizni sharmanda qiladi deb o'ylamaganmisiz? Rossiyadan, Dubaydan, Turkiyadan qizingizni jalablikda orqasidan jo'natayotgan jaraq pullari shirinmikan? Ha?
yoqayotganda rost, ha? Qizingiz ham nomiga aldab qo'yadi. Ha, restoranda ishlayapman, kafeda ishlayapman, yoqda ishlayapman, mehmonxonada ishlayapman. Lekin hamma biladi qanaqa ish qilishini. O'zingiz ham bilasiz, ich-ichingizdan bilib turasiz qanaqa ish qilayotganini, qayerdan pul topayotganini. Ha? Shirinmikan jalablikdan kelayotgan pul, qizingizdan kelayotgan pul. Malades, aka, gazini bosing. Past ketmang. Sizni qizingiz bundan ham oshig'ini qila oladi. Bundan ham ko'proq pul topa oladi. Gazini bosing, gazini. Malades. Boshqa aytadigan gapim yo'q.